Men biron marta eshitmadim Sirojniki biron bir boyvachchani uyi buzilganini. Qachon qarasangiz uyi buzilayotganlarni bilan murojaat bo'lsa borib gaplashsangiz, eng oddiy, eng qiynalgan odamlarni uyi buzilayotganiga guvoh bo'lamiz. Yo biron marta agar sizlar ko'rgan bo'lsanglar, bir 3 etaj qurib qo'ygan, qasr qurib qo'ygan uylarni buzilayotganini aytsanglar bo'ladi. Lekin men shaxsan ko'rmaganman. O'sha eng bechora odamlarni uyi buzilayotganini, eng zo'rg'a bir narsa qurib olgan o'zi. Shundan undan o'tirib, yeb ichmay o'sha narsani farzandini kerak bo'lsa oziqasidan tiyib mana bir narsa qurganlarni uyi ko'p buzilayotganiga guvoh bo'lamiz. Yo'q, mayli, unisini ko'ryapmiz. Mayli, bu yer shunaqa joy, shu nimaniki ekan, lekin hokimiyat sizlarga qanaqadir taklif bermayaptimi? Yo bo'lmasa sizlarga boshqa joydan joy beraylik. Qanaqadir narsalar yo'q-a? Yo'q, hech qanaqa reaksiya bo'lmadi. Faqat bo'sh etasan. Demak, bu bo'yicha hozir sud ham bo'lgan, sud qarori ham chiqqan bo'pti bu ish bo'yicha. Zaryotada bo'ldimi, qayerda bo'ldi? Zo'ravonlik bo'lyapti-da. Sudga borganda ishlar bo'lmadi. Tap-tap yozib, o'zingizlar bizni olib chiqib ketinglar-da, qaror chiqarib qo'ydi bo'ldi. Bu qaror hammaga ham chiqmagan. Kelib hammani baravariga bizni deb kelishdi, hammani yoppasiga bizamiz deydi. Bizani sudimiz tugamagan hali, yakunlanmagan. Qanaqachasi esa общий hududga chiqqan deyapti. Bitta qaror hammani. Kimdirlarniki sudi tugallanmagan bo'lsa ham bizib qo'yishdi. Bitta men hozir kelishganda uyimni sharoitini ko'rsatdim, yashayman shu yerda dedim, lekin meni hali sudim yakunlanmagan. Meni devorimga ham tegmaysizlar deb bitta men olib qoldim. Qolgan hammani devorini ag'darib, so'ncha hali sudi tugallanmagan bo'lsa ham shu ishni qilishdi. Ya shuni tushuntirmadinglarmi? Bu hali sud bo'lmayapti, jarayon davom etyapti, sizlar nima qilasiz? Biz mayli dedik, iltimos qildik, yig'ladik kerak bo'lsa. Biz ham 5 ta kelin turamiz bitta uyda. 24 ta navara bilan o'tiradilar. Masjidda bu narsa bo'lar, bittamizga bo'lar deb olganlar-da. Qancha mehnat qilib o'zimiz dehqonmiz. Hammamiz dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Shuni tushunishmayapti. Nabarot traktorchilar qo'rqishyapti. Yo'q, men bizni olmayman. Ular nabarot rahimliga kelyapti-da, u yoqdan kelganlar bir tinga olishmayapti. Qo'limizdan tortishadi, yuzimizga urishadi. Kimlar o'shalar? Uchastka bo'ylar. O'zimiz ichki ishlar xodimlari. Prokuror.